$1800 puli borga 2022-yilda ishlab chiqarilgan tiniq holatdagi Nexia 3 4-chi paysa avtomat mashinamiz kelib qoldi. $1800 bersanglar hamma rasxot ichida nominangacha bo'lib ham chiqarar ekan. Mashinamizga 4 yumshoq balonlar qo'yilgan, yangidek holat to'p turibdi. Bundan tashqari 906 mejgar pullargacha bor ekan. Tonirovkaga ruxsatnomalari tugab qopti. Ichki salonlari lekin ideal holatda g'anaminilgan ekan. Evakuatordan polis bor, kardinal chexullarda ham yaxshidan qadab qo'yishgan. Yurgan probeglari 76 ming bo'libdi. Mercedes-Flecklar qo'yilgan, Mercedes-largacha bor ekan. Tesla monitorlargacha tayyor holda qo'yib berishibdi. Mashinamiz lekin ichki salonlari zo'r holatda to'p turibdi. Ponni akvaprintlargacha qilib berishgan ekan. Undan tashqari mashinamiz 4 eshiklari polnisti 3 sloydan shumkalargacha qildirib berilgan. Mashinamiz orqasidan injektor metallargacha qo'yib berilgan ekan. Kraska holatlari keladigan bo'lsa, top-toza holatda, birorta joyida nuqson joylari yo'q. Rektovka ham qilingan joyi yo'q ekan hattoki. Narxiga keladigan bo'lsa, tan narxini $10,000 ga galara berib olamiz, deyapti. Undan tashqari $1800 bersanglar, hamma rasxot ichida nomlangacha bo'lib ham chiqarar ekan. Ma'lumot uchun pastdagilar nomerini qoldiryapman. Aloqaga chiqib bemalol baraka qilishlaring mumkin.